Достор, 12 февраль 2022 жыл Пригородный мал базарына келдік. Айлан тегірен. 15 мың. Ұрғач еркек? Мальчик бар, 12 берем. Бар 12-ден. Нарық жатқанша? Ұрғач 15 берем. Ұрғачым бар, 7,5 берем. Öyle 7,5 görüm deyip mal. Süt emdi muz olarak geldik, süt emdi. Karap göreyik em, qanday. Az mı, köp mü? Hacayın duracağım. Yok bu böyle. Sizler kimesiniz? Yok buna Bu meniki. Biz boşandı. Qancha? Qancha qo'sh totlayman. 17 qildi, 17. Yo'q, odan men boshqa beraman. Ketish kerak. O. Qancha so'rayapsiz bu? Bu o'koni 24 beradi. 25 ga berasiz otasiz. Qaysi o'koni? Bu o'koni. Bular urg'och erkeklar bular. Urg'och erkek. Urg'achimiz o 10,5 ming bo'ldi. Telefon nomeri aytmaymiz deb qo'y. Aldingizmi? Yo'q, deya alindi. Bu erkek urg'och ekan. Urg'och. Urg'och. Yaxshi. Ammo qancha so'raysiz mo'g'a? 20. 20. Erkek sheta o? 17 ga beraman. 17 ga beraman. Bular qanchaliklar endi? Bir oyga chiqdi. Bir oyga chuqullar, yaxshi. Bu qancha ekan? Qaysini aytasiz? 21 de erkek. Erkek 21 ming. Erkekchi. 16. 16. Bir oyning segeregi. Qancha ekan aka bu? 27 ming. Erkek urg'och u? Erkek. Bu qancha oylik shu? 1,5 oylik. Parodasi qanday ekan bu? Alato, ha? Paroda alato. Yaxshi. Süt emdilerini izleyin. Var mı? O qancha ekan aka? Assalomu alaykum. 18 ming. O aylık qancha aylık? 3 ay. 3 aylık ha? 18 ming. Urg'ochi bo'laymi? Urg'och ekan ha. 18. Tak. Bir yaşqa cheyinki torpoqlar ekan, ko'p. Aslanmay. Qanday? Sheralova. Tak, o. Bu qancha ekan jigit? 15 ming. Erkek urg'ochi bu? Urg'ochi. Qancha oylik? Aylık emas. Bir oy bo'ldi. 2 juma bo'lalik deytmi? U chaqada sut chetda? Yaxshi. Parodasi qanday bu? Alato, ha? 15. Yaxshimi? Bu olin deydi. O alato boqsiraydi. Alas. Ha bu da. Erkek urg'ochlar? Erkekler. 18.500. Qanchadan bo'lib bu? 18'den bo'ldi, ha? Yaxshi. Yaxshi satamiz. Tak, bu yerda. Erkek qancha so'rayapsiz bu? 15 ga beraman. 15 ga berasiz, ha? Qancha oylik? 10 kunlik ekan. 25 ga beraman. 2 jumalık, ha? Yaxshi. 15 mingga beraman. Vaqt qaraylik. O torpoqlar bir yaşqa cheyingilarda отдельный video chiqaramiz dostlar. Yo'qda mashinada kelchilar, süt emdiler çok bugün. Dostlar, süt emdi muzolar az ele chiqib bugün. Videoni oyoqdaymiz. Video yoqsa like bosib, kommentariyada qoldirasizlar. Bir yaşqa cheyinki torpoqlar tartib ko'rgazamiz bundan keyingi videoda. To'g'ri, dayloga jaraytirgan.